Nega ba'zi boy davlatlar qashshoq davlatlarga moliyaviy yordam ajratadi? Axir kambag'al davlatlar qashshoqligining asosiy sababi ulardagi diktatura, korrupsiyalashgan ochko'z hukumat hisoblanadi. Bunday hukumat qo'liga yana pulni ishonib topshirish bu xuddi qo'zichoqni bo'riga ishonishdek gap. Albatta, donor davlatlar turli xil nazorat usullarini ishlab chiqqan, biroq baribir ular mahalliy hukumat bilan hamkorlik qilishga majbur. Qashshoq mamlakatlar mahalliy hukumatlari esa deyarli barcha holda chuqur korrupsiyalashgan tuzilma bo'ladi. Masalan, 2002-yildan 2009-yilgacha Afg'oniston 35 milliard dollar xalqaro yordam olgan va bu pullarning katta qismi kerakli manzilga emas, Afg'oniston amaldorlarining cho'ntagiga borib tushgan. Oddiy misol, o'zbek generali Abdurashid Do'stum, tojiklar yetakchisi Abdulla Abdulla, Afg'oniston prezidentlari Hamid Karzay va Ashraf G'anining hashamatli uylari, ular bilan bog'liq korrupsion mojarolar. Yoki Janubiy Sudan. Fuqarolar urushidan keyin deyarli vayronaga aylangan ushbu davlatni tiklash uchun har yili xalqaro donorlar milliard dollar pul ajratadi. Biroq Janubiy Sudanda avtokratik tuzum o'rnatgan Salvatore Kir bu o'sha 3 yil yoki 4 yil oldin katta bir tadbirda ishtoniga suv oqizib olgan prezident. Xullas, u bu pullarni o'zining klani, ya'ni qarindoshlari yoki hamkorlari kissasiga yo'naltiradi. Xullas, bunday misollar juda ko'p. Shubhasiz, Markaziy Osiyo davlatlari ham istisno emas. Bunday pullarning qanchadir qismi o'sha kerakli manzilga, ya'ni kerakli odamlarga yetib borishi mumkin, ammo bu juda cheklangan bo'ladi. Buni bir davlat soliq to'lovchilari boshqa davlat amaldorlarining cho'ntagini to'ldirishi desa ham bo'ladi. Aynan shu sabab ham amerikaliklar Trampning bunday moliyaviy yordamlarni to'xtatish rejasini qizg'inlik bilan qo'llab-quvvatlagandi.